Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, kanalimizga xush kelibsiz. Sizlarga bugun yangi chiqqan spanli komplektimizni ko'rsatib o'taman. Bir qator polni ko'rsatib o'taman. Videoni oxirigacha ko'rib, layklarni bosib turasizlar. Qani bo'lmasa videoni boshladik. Divanga alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Divan ham bagatti bo'lib chiqqan bo'ladi. Mana ikkita yonida chiroqlari yonib o'chadi. Har xil rangda mana soatlarigacha bor. Trimolarda ikkitadan, tumbichkalarimizda ikkitadan tortmalari bo'ladi. Davchik mexanizmlarda. Bosh tomonlarga e'tibor berib qo'yasizlar. Matolar bilan ishlanganmiz. O'ta chiroyli bo'lib chiqdi. Matrasi 2 o'nga 170, oyoq tomonda sofa sandiqlarigacha bo'ladi. Trimosiga keladigan bo'lsak, trimolari ham o'ziga yarasha sifatli qilib ishlandi. Oynalar bilan o'ta bejirim, qulay bo'lib chiqdi. Shkafi ham razmeri 210 ga 240 razmerda bo'ldi. 6 eshikli, polni laminatdan bo'lgan, rossiyskiy laminatdan. Ichki tomonlari ham mana o'rtalari polkali bo'ladi. Davchik mexanizmlarda bitta qo'yaverasiz, sekin yopilib qolaveradi. Bu tomoni kelin bolalarga moslangan, uzun kiyim ilish uchun. Mana uzun bo'ladi, kelin bolalarning kiyimlari o'shaning uchun bu yoqni uzunga moslaganmiz. Bu tomoni esa kalta kiyimlarga moslangan. Mana oynalar bilan o'ta chiroyli qilib ishladik. Yopilishlariga ahamiyat berib qo'yasizlar. Sekin o'zi yopilib qoladi. Trimolarini mana shunaqa burchaklarda fasadga e'tibor berasizlar, o'ta chiroyli chiqdi. Bunimizga chesterlarni ham qilganmiz. Chesterlari ham 6 ta tortmadan iborat. Sizlarga ham shunaqangi spanli komplektlar kerak bo'lsa, bundan tashqari boshqacha fasondagilar kerak bo'lsa ham Shodlik mebelga aloqaga chiqaverasizlar, chiroyli qilib yetkazib beramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka bor. 550 kilometrgacha esa dastavka mutlaqo bepul. Qo'qondan boshlab 550 kilometrgacha dastavka mutlaqo bepul. 550 kilometrga qayerlar kiradi desalaring, Vodiy, Toshkent, Jizzax, Sirdaryo, Guliston, Samarqand shaharicha 550 kilometrgacha chiqadi. Shu Samarqand bo'ylab ham yetkazib beramiz. Agar siz Buxorodan yoki Qashqadaryodan bo'lsangiz, kelishilgan holatda chiqarib beramiz unisini. Shu videoga bittadan like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Mana shu narxini bilish uchun telefon qiling, to'liq ma'lumot berib o'tamiz.